Alhamdulillah 4 yılımızdan ben demek ötüp ketdi. Sizler şu 4 yıl evden kelgan vaqtında kichkina balo terar edingizlar. Yozishni, o'qishni bilmaydigansizlar. Asta-sekinlik bilan harf tanidingizlar, yozib o'rgandingizlar, o'qib o'rgandingizlar. Mana 4 yildan so'ng mana hammamiz hozir bir fikrlay oladigan, o'z fikrini bayon qiladigan bir o'quvchilarga aylandik. Endi shu 5-sinfga o'tgan vaqtda shu mening o'qitgan bergan bilimlarimni aqlab o'qituvchilarning arasida bir yaxshi ot olib, kim o'qitdi, albatta o'qitgan klassi shunday yaxshi klass ekan. Hammasi yaxshi, tartibli bolalar ekan. Bundan 10 yildan so'ng ham, 20 yildan so'ng ham, 30, 40, 50 yildan so'ng ham baribir boshqa o'qituvchilar yodimdan chiqib ketadi hammani. Lekin sening birinchi o'qituvching kim deb so'raydi. Maktabga dedik, borgan vaqtda kim o'qitdi seni? Shunda nima deysizlar? Mening birinchi o'qituvchim Hojamurod Muhabbat opam deysizlar. Ha, zo'r ekan, u yaxshi o'qitibdi. Hozir mana sizlarning shu yurish-turishingizni ko'rib o'tdi bir-ikkidan beri muallimlar. Hozir Azoda degan muallim 11-A klassning kuratori. Muhabbat opa, o'quvchilarimiz yaxshi bo'lib qoldi, men olajaqman sizning klassda deb. Men quvondim. Bundan so'ng ham 5-klass, 6-klassga borganda da o'qimishli bo'lib, tartibli bo'lib, bir-birimiz bilan inoq, do'st bo'lib yurishimiz kerak. Sinfdosh degan hech qachon ayrilmaydigan do'stlar bo'ladi, vallahi. Bundan so'ng ham mana shu do'stligimizni saqlab, o'zimiz hammamiz inoq bo'lib, birga yashab, birga o'qib, kelgusida bir yaxshi bir kamol inson bo'lib, elga, xalqqa xizmat etadigan farzandlar bo'lib yetishishimizga tilakdoshman. Shu munosabat bilan mana biz 4-sinfda birga o'qidik. Mana shu mening birinchi ustozim degan mana vyipusligimizni sizlarga taqdim etishga ijozat bersanglar. Mo'minboyeva Xayrmusa. Mana. Ket. Ahmadjon. Rushana. Islambek. Ya. Mitja. Lihat Kiki. Madina Safia. Nazar Azuli.
Nilüfer. Meftune. Hatta bir kurdu. Server. Server bolam benim buna. Ha? Söyle almay bela koydu ya. Hadice. Yergeç koyup Serdar Bey. Bizim bilan zo'r o'quvchimda bor. Mening o'rinbosar o'quvchim mana. Ezbek. Shunday katta o'quvchim mening. Xudo xolasa yana shularning bari institutga kiradi. Mana Yaxshi o'zimizning yaxshi ko'p so'laydigan o'quvchimlar hamma narsani biladi. Ha? Tamam. Ana bizim Jonkiyar o'quvchim shu. Voy qalonqin bir oydan beri ko'tarib. Xilala. Oğlum benim. Nilüfer çap oğlum. Ha Nilüfer? Kekavanım, mehnat köp. Bakaray. Muhallimden kutulu atırman diye oylama, 5. klasına böyle olama. Şiir yapama keser. Yakşı mı? Hayır. Hayır. Uruşma. Hiç kim bilen. Yakşı mı? Var mı durmayın klaska? Yine uruştun mu anda bekliyor. Nerede? Endemez okucum benim şu. Endeme yürütem. Medine. Slava. Çınara. Behruz. Bunun akasından okuduydum. Ha, şunday mı? İsmail var. Keyif yurda. Mana shu bepsizlikni bolalar saqlab qo'yinglar. Ertaga ulaygan vaqtda, maktab bitirgan vaqtda ko'rasizlar. Institutda o'qigan vaqtlarimizda ko'rasizlar. Qanday bolalar bo'lganimizda kichkina vaqtimizda hayot yo'llarına qadam qo'yganimizda farzandlarimizga ko'rsatasizlar. Mana bizlar ham o'ydik, bunday bepsizlik o'qiydik, bunday o'ydik deb. Ertaga 5-sinfga borgan vaqtimda meni yuzimni yerga qaratmay, yuzlarimni yorug'lik etmasizlar deb
umiddaman shunday. Hammangiz yaxshi baholarga o'qing. Prezidentimiz mana shuncha sharoitlar yaratyapti. Mana shu chet ellarga borib o'qiyapti. O'qigan o'zar bolalar, o'qimagan to'zar degan maqolni bilan sanamsan. Qancha o'qimishli bo'lsanglar, hozir burungi vaqtlarda emas. Sen bilsang, o'tasan, o'qiysan. Testdan muvaffaqiyatli o'tsang, sen oliy o'quv yurtida o'qishga musharraf bo'lasan. Hammangizga oq yo'l tilayman. Hammangiz Xudoyim shu yaxshi o'quvchilar bo'lib, a'lo baholarga o'qib yuringlar. Bolalarim, yaxshimi? ustozlar, aziz ota-onalar, qadrli ujonlar, opajonlar va aziz o'quvchilar. Mana bugun Beruniy tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida 4-sinflar uchun xayr boshlang'ich o'qituvchim nomli tadbiri bo'lib o'tmoqda. Avvalambor ushbu tadbirga xush kelibsizlar.
birgalikda bugungi tadbirimiz sababchilari bo'lmish 4-A sinf o'quvchilarini guldiroz qarsaginglar bilan musiqa sadolari ostida davramizga taklif qilamiz. Marhamat.
asragan so'zim. To mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan sozim, ezgulik yo'lidan qolmang ustozim. G'am ko'rmang bu dunyo turguncha turing. Ming yillik mehnatlar huzurim ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod masrur yuring. Ezgulik yo'lida qolmang ustozim. Hayot yo'llarida dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Toli yo'llarida yo'ldosh deb bildim. Ezgulik yo'lidan qolmang ustozim. Avvalambor yana bir bora xush kelibsiz, qadrli mehmonlar. Endi mana shunday fayzli kechamizni ochib berish uchun so'z navbatini o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yermekova Aliyapaga beramiz. Marhamat. Men bugun o'zi kechani sevishda bo'lgan o'zi 4-chi asl o'quvchilarni bitiruv kechasi. Men kechani 1-chi klassga kirgan o'quvchilar to'yda ashib yurgancha 4-chi sinf o'quvchilari bo'ldi. Sol 4 yil bo'yi o'qigandim. O'qituvchisi hojamlar muhabbatdan еңбегі tushdi. Сол мектепке келгенде әрбір үйдің еркесі мектепке келмеймін деп жылап, қанша оқушыларды өзіне қаратқан, келген оқушыларды аялап мәпелеген осы оқытушысы. Міне енді сол оқытушының қасына кеткісі келмей тұрған 4-ші сынып оқушылары. Сіздерді барлығыңызды осы мерекемен құттықтаймын. Бұл тек оқушылардың ғана мерекесі емес, ата-аналардың да мерекесі. Ата-аналардың да бұл оқушыларға деген міндеттері күшті, еңбегі күшті. Соның үшін ата-аналардың да, оқушылардың да мерекесі, осы мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Оқушыларға кейінгі жылдарда жақсы оқуларына табыстар тілеймін. Осы мереке ашық келіңіздер. Chindan ham hurmatli otaonalar, bundan 4 yil muqaddam farzandlaringiz qo'lidan ushbu qutlug' dargoh sari yetaklab kelgan edingiz. Hattoki o'sha partada o'tirishni, yozishni, qo'lga qalam tutishni bilmaydigan farzandlaringiz bugun ulg'aydilar. Ular yuqori sinfga qadam qo'ymoqdalar. Albatta bu nafaqat farzandlarning, balki sizlarning va ustozlarning yutuqidir. Barchangizga ushbu muborak kun qutlug' bo'lsin. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzim qirmiz shirin so'zlari, aqli raso bilimga tashna, qalbi kirar chavoz ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqi sho'x bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. Marhamat, endi navbatni 4-chi A sinfning tayyorlab kelgan bayram kechasiga chiqishlariga ajoyib she'r kuy qo'shiqlarga beramiz. Marhamat. Bo'lganmi bizning davrda hech qachon davronlar, istiqbolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat ma'rifatni ardoqlovchi xush onlar, xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi va mehmonlar. Vatanimiz viloyatimiz, tumanimiz, maktabimiz, davlatimiz ramzlari, tilagimiz, rizq rozimiz, milliy boyligimiz, istagimiz,
Gangnam Style. Давно пора понять, тем, кто за нас смотрите, давно пора понять, мы маленькие дети, нам учатся гулять. Bolalar vatan deganni nima tushunasiz? Vatan bu vatan bu bizga rahbar zamin. Vatan bu osmondan eshigim. Vatan bu osmondan eshigim. Vatan bu onaning bilan idor etgan allasi. Vatan bu qadrli qilgan duosi. Vatan har bir insonning tug'ilgan yoridir. Kindik qoni to'kilgan muqaddas qirog'idir. Vatan
Yürüyüp oylaşarız, duymadan söyleşemiz. Asla hoş gelmeyiniz, kadar bizniki. Yürüyüp oylaşarız, duymadan söyleşemiz. Asla hoş gelmeyiniz, kadar bizniki. Dağları gülüp otgan, yanarkanga hoş yapın. Cahan dolulup otgan, O'zbekiston bizniki. Halkım arzu niyeti yurtga qo'l soladi, bayrog'imizni yuzra yurtga davron soladi. Tavhamizda buyuklik aks etgandir bilingsiz. Quloq qushi yetakdan maqsad sari bilingiz. Ozodlik nishoni hurlik edi, har bir jonida suygan edi. Shuhrati porlagan dunyo sangan. Ilm desam
bergan qutlug' dargoh, muqaddasdir bizga qanchoq, bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq tanish yo'lga. Har kun ertan tongdan boshlab asta-asta qadam tashlab, bizu tomon otlanamiz, do'stlar birga shodlanamiz. Alifbe va hisob ortda, bar qoldi bar yodda, raqam tanish, harflar tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. Xayrlashamiz bu kun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bu dam. Faqat qalbda g'ashlik bor biroz, o'qitmaysiz endi siz ustoz. O'g'il bolalar ijrosida qamchiboz raqsi. Barışga karvoni bu dünya, barlarning maydoni bu dünya. Bekovon vaqtini tashladi, oldiga davroning bu dünya.
barining tagida bordir muhabbat. Xayrlashmoq og'ir naqadar, axir sizni siydik jon qadar. Yuzingizni yorug' qilib inshaalloh, ajablanmang sizga o'xshasak agar. Ta'zimlar qilgan ta'zim tashakkur, sizni bizga bergan Allohga shukr. Sizdan maqsadi astag'firullah, munis xodimlar sizga tashakkur. O'rganmoq uchun bitta harfni, yozmoq uchun ismi sharifni, o'qish uchun, o'rganish uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Ulug' ishlar qilmoqlik uchun, bu dunyoni bilmoqlik uchun, badal ishlarni qilmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Vatan bilamas o'zidan o'zi, lozim bo'lar donishlar so'zi. Ketmoq uchun dunyodan o'zi, ustoz kerak, ustozlar kerak. Bizni o'qish yozishni, hisob-kitobni mukammal odobni o'rgatishimizda quyidagi ustozlarimizning o'rni beqiyosdir. Birinchi o'quvchimga ilk bora pardaga sevgi o'tkazib, shifolarimga qalam tutqazib, menga qarab tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizga insonni. Ilmiy bo'lim mudiriga topshiriqni ko'pincha yuklaringiz, 4-lar deb atadingiz. Ishonchingiz oqlaymiz umrgacha, umr tilab ustoz 1000 yilgacha. Musiqa o'qituvchimizga musiqiy she'rdan baho olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni bugun qoshingizda qilamiz ta'zim qalblarga ko'z ochgan aziz muallim. Rustam o'qituvchimga o'rgatdingiz qardoshlar tilini, mana chiqdi ancha savolim, unutmaymiz zahmatlaringiz, meni tinch ustoz muallim. Qizlar ijrosida doiraga chal raqsi. Mana bugün bayram dostum, dairem
bayram dostum. Davramiz senla güzel, kelayla xurram dostum. Doirang chalar, mana bugun bayram dostum. Mana bugun bayram dostum. Mana bugun bayram dostum. Oy ayra bugun bayram dostum. Tabiat o'qituvchimizga rahmat, sizga jonajon ustoz. Tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz. Angladik biz olam sirlari, tog'laru adirlaru daryo qumlari. Yosh yaqinni sochgan, ilm eshigini ochgan, ilm saboqni o'rgatgan ustozlarga rahmat, sizlarga bilim bergan, odobli bo'lgan degan, yaxshilikka intilgan ustozlarga rahmat. Omon bo'lsin boshingiz, uzoq bo'lsin yoshingiz, kulsin baxt quyoshingiz, ustozlarga rahmat. Rasmda mehnat o'qituvchimizga quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz tanitdingiz. Rasm chizsak xatolarini hech o'rganmay o'rgatdingiz. Qarabaqtida o'qituvchimizga muallimim, ustozim, bilim bergan o'zing sen. Jannat turgan quyosday, baxt kungan o'zing sen. Kishi peyil alpay, shin qadrdan o'zing sen. Asbanda keng-kevilli, navazsan o'zing sen. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo. So'zingiz gavhar a'lo, sizga ming taqsim ta'zim. Aziz muallim. Ushbu ustozlarimizga doimo ko'ksimizda ta'zim qilamiz. Siz murabbiy inson uchun, har bir ilm inson uchun, rahmatasiz bizlar uchun qalbi daryo barlar. Ko'klarga ovozimiz baqirgan ovozimiz siz tufayli havos manzil o'zidan bo'ldi. O'quvni va yozuvni endi bir ham bilaman, buning uchun ustozga sizga rahmat aytaman. Qo'shuv qilib o'qiganlarni ham bilaman, oq-qorani o'rganishga harakat ham qilaman. Buning uchun ustozga sizga ta'zim qilaman. O'quvchilarimiz ijrosida ustozlarim bor bo'ling qo'shig'i. Ustozlarim bor bo'ling,
Qadim zamonda bir bog' bo'lgan ekan. U doim daraxt ko'chatlarini ekib, yangi bog' bo'stonlar yaratar ekan. Kunlarning birida uning yoniga bir kishi kelib debdi: "Yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qanday hosil beradi-yu, ularning mevalaridan qachon bahramand bo'lasiz?" Shunda Safid degan ekan: "Men ko'chatlarimni faqat o'zim uchun ekkanim yo'q. Ularning mevasini barcha birdek baham ko'rsin. Men uchun muhimi o'sgan daraxtimni keyingi avlodga naf keltirishi, foyda berishidir." Ustozlar qizlar ijrosida Farg'onacha raqs. Bizlarning kamol topishimizda ota-onalarimizning o'rni beqiyosdir. Hazrat Navoiydek ulug' zot ham onalarimizga bo'lgan behad hurmatni quyidagicha tarannum etganlar. Ularning oyog'i ostidan ravay jannatu junon bog'i, ravza bog'i misolini istar esa, yo'l ularning oyog'i tuprog'i. Vatanni kim yaratgan bilasizmi bolalar? Kim dunyoni tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqsit bergan kim, shirin dilni kim bergan, yo'limizda tikanni iligida kim bergan. Vatan bosadi odam qalbida, menga oqsit bergan onam bag'rida, meni allalagan o'sha beshigu, yiqilsam turg'azgan otam qo'lida. Shoh-shodon g'ayib bo'lgan qishlog'im, meni ulg'aytirgan ona shahrimdan, gullab yashayotgan qo'hna maskani, qo'llari ko'ksida sodda xalqimdan.
hürmetli ota-onalar, hürmetli ustozlar. Bana her yemek 4 yıl insan ötüp ketdi. Bundan 4 yıl oldin. Şu jajji balachalarimizni qo'llari bilan tutib, shu men sinfimga olib kelib, menga ishonib, muhabbat opa bolalarimiz sizga topshiryapmiz. Mana Xudo xolasa yaxshi bir yetuk inson bo'lib yetishishga siz shularga bir yo'l yorib ko'rsating deb tashlab ketdingizlar. Mana kelgan vaqtlarimda ular yozishni, chizishni, hattoki odam bilan muloqotda bo'lishni ham o'lchab etlay olmas edi. Hozir mana 4 yildirki ular Xudoga shukr yozishni, o'qishni, nafaqat raqsga tushishni, hattoki kattalar bilan kattalardek muloqotda bo'lish, fikr almashish, hammasini o'rganib olishdi. Hozir bilan ota-onalarni shu darajada yaxshi ko'rarkan, ota-onalar qalb o'zlaridan yig'ib turibdi. Sizlarni ko'p yaxshi ko'rarkan farzandlarimiz. Men o'zimdan shu hozir so'ylamay turibman. Men uchun ham og'ir turdi. O'quvchilarim sizdan ketdik muallim deb turdilar. Xudoyim shu bolalarimiz 5-klassda, 6-klassda, 7-klassda, ta 11-klassgacha meni yuzlarim yorug' qilib, kim o'qitdi, muhabbat opam o'qitdi degan bir yaxshi bir nom keltirsin. Kelgusida hammasi yaxshi bir yetuk inson bo'lib, elga, yurtga xizmat qiladigan bir oliy ma'lumotli insonlar bo'lib yetishib chiqsin. Hammasi bayram bilan tabriklayman. Hamma vaqt shunday bayramlarda farzandlaringizni qutlab kelish sizlarga nasib qilsin. Qizlar ijrosida javohir raqsi. Jawahir, zahir, dik, 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 dik,
Hay hay ne cevahır şahitli bana kattı gitti onu yaptı gitti hay hay ne cevahır şahitli gitti bana kattı gitti onu yaptı gitti hay hay ne cevahır şahitli gitti hay hay ne cevahır şahitli gitti. Ustoz sizga tutayajib guldasta, guldastagi chaman zordan topilmas. Topadilar
Şogird nihoyat ustoz bobom hayot yo'llarida eng ulug' sarban qaynab mehri ila ilmda qalqon sizga jo aylayin shu on shogird nihoyat ustoz bobom hayot yo'llarida eng ulug' sarban qaynab mehri ila ilmda qalqon sizga ta'zim bajo aylayin shu on dunyo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim dunyo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim Sizlar dunyolar qursin qalbingiz chinagan baxtlarga to'lsin kuling doim sizlar dunyolar qursin qalbingiz chinagan baxtlarga to'lsin sizni yeru samo boricha suysin borsizki jahonda yuksak parvoz sizni yeru samo boricha suysin borsizki jahonda yuksak parvoz yo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim yo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim hayot go'zal yashash zavqli zo'r shior abad yodda saqlay unutmasin xon hayot go'zal yashash zavqli zo'r shior abad yodda saqlay unutmasin xon tushkunlik chulg'asa qilar menga kon sizga takror aytay men yana mehmon yo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim yo turgunicha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylay ustozim shogird nihoyat ustoz bobom hayot yo'llarida eng ulug' sarban Endi tabriklash uchun ota-onalarimizga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, ota-onalar. Bugungi bitiruv oqshom bilan hammangizni tabriklayman. Ilohim katta hokim, prokuror, boshliq, rahbar insonlar bo'lsin. Shu farzandlarimizga ta'lim bergan ustoziga, Muhabbat opaga kattakon rahmat aytamiz. Ota-onalar nomidan, shaxsan o'zim nomidan, o'zim davlat ishida ishlagandagi farzandlarimga hech qachon vaqt ajrata olmaganman. Mana endi hozir holatda o'tirib, birinchi bora keldim. Farzandlarimni bayramga birinchi bora. Hattoki o'zim shukrlanolmaganman farzandlarim, bitta farzandimni. 3 ta farzandim ichida. Endi Muhabbat opaga hammamiz nomidan, hamma ota-onalar nomidan kattakon rahmat. Ilohim shu farzandlar tarbiyalagan farzandlaringiz yana 20 yildan keyin, 15 yildan keyin mana ustoz
kelib, nafaqaga chiqqaningizda hammasida borib o'qish nasib qilsin. Sizga katta rahmat. Hamma ustozlarga rahmat. Ilm berish oson emas. Ilm berish oson emas. O'zimizni uydagi ikkita farzandga usul qilolmaymiz. Hammasi uchun hamma ustozlarga, ro'zafor direktorlarga, boshqa farzandlarimizga ham ota-onalar hammaning nomidan katta rahmat aytaman ustozlarga. Kasbingiz ulug', mashaqqatli, qiyin, mashaqqatli kasbingiz uchun yana bir bora rahmat aytaman. Ota-onalar nomidan rahmat hammaga. Assalomu alaykum ustozlar, o'quvchilar, bugun bayram ishtirokchilari, muhabbat hammangizni bugungi mana shu katta bayram bilan tabriklayman. Xudoyim shu bolalaringiz ertaga qamoqqa kelib, sizning bilgan bilimlaringizni hayotda oqlab, shularning baxtiga ustozlari, maktab ma'muriyati, mahalla, ota-onalar hammasi quvonib o'tirmoq nasib etsin. Xudoyim hammasi odam bo'lsin, olim bo'lsin, sog' bo'lsin. Muhabbat sog' kuch-quvvat tilayman. Bundan keyingi ishlarimga muvaffaqiyat tilayman, oilaviy baxt tilayman. Xudoyim shu bolalarim sizga doimo yaxshi kunlarda turashmoq nasib etsin. Hammangizga bayram qutlug' bo'lsin. Hurmatli bitiruvchi bolalarni birinchi sinfga olib kelib ustozimizni ta'limotlar bizlar uchun, sizlar uchun birlikda bo'lgan voqealar o'tiribdi. Yaxshi 4 yil shu ustozimiz sizlarga hayot tanitdi, dunyoni tanitdi, o'qishga o'rgatdi. Ana shu bergan bilimlarini aqlab chiqib, ertaga o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lib, kimni o'qitgan o'quvchilari, binoatdan muhabbatni o'qitgan o'quvchilari deb atini avvalini bitirib beriladi. 11-klassimizda kelib, shunday sizlar tabriklab o'tirishimizga nasib etsin. Ustozimizga, direktorimizga, tarbiyaviy zavushlarimizga, hammasini sizlarga tarbiya bergani uchun katta rahmat, hammasini tashakkur. 11-klassda hozir 1-klass o'qisa berganimizda umumiy ishlashlaringiz bor. Mana bugun shunday yosh tayyorlarsizlar. 11-klassda bundan yaxshi tayyorlanib, ana shu o'zingizni avvaldan o'zingiz ko'tarib o'tadi. Rahmat hammamiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli ta'limotchilari. Birinchi maktabga hurmatli ota-onalar, shirinlar shakar farzandlarimiz. Bugun sizlarni birinchi ustozim tadbiri bilan chin qalbdan tabriklayman. Muhabbatga uzoq umr salomatlik tilayman. Kelgusi ishlaringizni tabriklayman. Shuncha farzandlarimiz yuqori sinflarda fan olimpiadalarda faxrli o'rinlarni olib muhabbatga rahmat aytishdi. Xitoy 11-sinfni bitirib oliygohlarga kirganda ham bu o'quvchisi muhabbatli o'qish degan faxrlantirgan islar. Kelgusida bir elimizga yurtimizga kerakli farzandlar o'chirishga tilakdoshman. Savunmalar sağlamaklar. Bundan keyin ham ta'lim tarbiya bilim berishda çok charchaman. Rahmat. Shaxsan o'zimni minnatdorman bergan bilimimdan tabriklar beraman. Assalomu alaykum, tabriklayman. Rahmat katta sizga, bolalarimizni shunday berganingiz uchun. Kimning bolasi, shu Muhabbatovaning bolasi deb faxrlanamiz. Shuncha o'qitganingiz uchun ham, minnatlarimiz uchun katta rahmat sizga. Oliy ta'lim muassasalaringizga ham hammasini bolarimiz. Uzun qadr rahmat sizga. Sog' bo'ling. Eng kamida har kim ministr bo'lib ketish kerak. Sog' bo'ling.
Kıymetli ata-analar, ne bugün osunday merkeler devamlı bo'ladi. Ushbu o'quvchilardan bilimi, tartibi, o'quv hajasi qatnashganligi barlig'i ko'z yetib, bu o'quvchilarga faxriylik bilan taqdirlaymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 1-sonli maktabining 4-A sinf o'quvchisi Ro'zimova Maftunaning nominal huquqi, fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirganligi hamda jamoat ishlarida faol qatnashganligi uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. 4-cha sinf o'quvchisi Ahmadjon Akmalning ham nominal huquqi, fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirganligi uchun jamoat ishlarida faol qatnashganligi uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Shakirbayev Islomiyning ham nominal huquqi, fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirganligi uchun jamoat ishlarida faol qatnashganligi uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Salim Azizbek To'rabayeva Hilola Shuhrat va Nilufar Satimova Madina Sherbayev Behruzbek Shakirbayeva Madina Ernazarov Odilbek Yo'ldasheva Bahoroy Yo'ldasheva Feruza Habibullayeva Umida Shuhbatova Hadicha Kamiljonova Zilola Maqsudov Ag'abek Maqsedova Shohista Matkarimova Chinora Mo'minbayeva Xayrniso Samandar Behruzbek Yerkebayeva Iroda Rimova Zulfiza Safarbayeva Ruxshona Ergashev Sarvar Ismoil va Manjor Ergashbayev Sardor Gulbayev Odilbek Baltabayev Kamronbek Bekjanbayev Diyorbek Indrayev Umidjon Atabekov Behruz Indrayev Asadbek Bekjanbayev Bunyodbek Bekmetov Diyorbek Bekmetov Diyorbek ekan.
bilan bugungi 4-chi asr o'quvchilarining har birinchi ustozim tadbirni yakuniga yetdi. Hammangizga vaqt-soat uzoq umr tilayman. Kelgusi ishlarimizda hamisha muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Ustoz bobom hayot yo'llarida eng sarmon qaynoq mehr ila ilmda qolgan sizga ta'zim bajo aylayin shumon yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim Kalbingiz çileyen bahtlarga to'lsin kuling doim sizlar dunyolar ko'rsin qalbingiz chilagan baxtlarga to'lsin sizni yeru samo boricha suysin borsizki jahonda yuksak parvoz sizni yeru samo boricha suysin borsizki jahonda yuksak parvoz Yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim Yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim Hayat güzel yaşaş, sabri suçuyor Abad yokta saklayın, unutmaksın hop Hayat güzel yaşaş, sabri suçuyor Abad yokta saklayın, unutmaksın hop Düşkünlük çulmasa kılar bir gün Sizga takror aytaymen yana bir bor Yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim Yo'qolguncha turing ustozim sizga ta'zim bajo aylayin ustozim Shoir nihoyat ustoz bobom hayot yo'llarida eng ulug' sarmon Ustozlarim bor bo'ling, bir kun bo'ling, sog' bo'ling, yangicha dog' bo'ling, bizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, bir kun bo'ling, sog' bo'ling, yangicha dog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Hech bardaga o'tkazing,
Thank you.